Assalomu alaykum hammaga. Ishonaman hammanglar juda ham zo'rsizlar. Bugun nemis tilining ikkinchi darsimiz bizani. Bu ikkinchi darsimizda biz birinchi qismida alfabetda qanaqa harflarni o'qilishini o'rgangan bo'lsak, ikkinchi darsda biz sizlar bilan umlaut, qo'shma undoshlarni, diftonglarni o'rganamiz. Bu darsdan keyin sizlar bemalol nemis tilidagi tekstlarni oson o'qiy olasizlar. Buning uchun darsni yaxshilab o'zlashtirsanglar bo'ldi. Xo'p, bugungi o'tadigan mavzumizni birinchisi bu umlaut hisoblanadi. O'zi umlaut nima? Ma'lum bir unli tovushni boshqa bir unli tovushga o'zgarish hisoblanadi. Nemis tilida 3 ta umlaut bor. Esinglarda bo'lsa, biz A harfini o'tgandik. A harfini ustiga ikkita bu nuqta qo'yiladigan bo'lsa, bu kabi talaffuz qilasizlar. Birinchi umlautimiz bu bu A ni ustida ikkita nuqtachasi bor bo'lgan A umlaut hisoblanadi. U kabi talaffuz qilinadi. Bu yerdagi so'z ko'rib turibmiz. Bu yerda apfel kabi talaffuz qilasiz. Keyingisi bu umlauti hisoblanadi. Bunda как будто bizada harfi borki, o'rdakdagi o'ga kabi o'shanga monand talaffuz qilamiz. Österreich. Uchinchi umlaut bu umlauti hisoblanadi. Gemüse. Bu 3 ta umlautimiz edi. Keyingisi bu ligatur S harfi. Bu qo'shma undosh bo'lib, ikkita S kabi talaffuz qilinadi. Xuddi kapalak qanotini yarmiga o'xshaydi, bunday qarasangiz. Kapalak qanoti bo'lsa, o'sha yarmiga o'xshaydi. Buni tarkibida ikkita S bor. Shu bilan birgalikda bizda nemis tilida alohida ikkita S ham harfi bor, plus ligatur S bor. Ligatur S asosan cho'ziq unlilardan keyin. Mana bizda kelayotgan umlautlar bizda cho'ziq unlilar hisoblanadi. Asosan cho'ziq unlilardan keyin keladi. Ikkita S bo'lsa, asosan qisqa unlilardan keyin keladi. Mana bu bizda shirinliklar so'zi yozilgan. Uni biz Süßigkeiten deb o'qiymiz. Bu yerda S ikkita o'qiladi. Süßigkeiten. Davom etamiz. Keyingi asosiy mavzuyimiz bu diftong hisoblanadi. Diftong bu nima? Ikkita har xil unli harflarning bir bo'g'in tarkibida birga qo'shilib talaffuz etilishiga aytiladi. Bizda diftonglar ko'p, lekin o'rganib olsangiz bu o'qishda sizga juda ham katta foyda beradi. Bu birinchisi i birgalikda kelsa, i birgalikda kelsa, I birgalikda kelsa, a birgalikda kelsa, uni ai deb yoki ai deb talaffuz qilasiz. Masalan, birinchi so'z bu mai yozilgan, siz uni mai deb. Eis yozilgan, uni siz ais deb talaffuz qilasiz. Bu diftong, ya'ni ikkita har xil unli birgalikda kelganda ular boshqacha tovush berishi, ya'ni diftong hisoblanadi. Keyingisi yozilgan, ya'ni ai deb talaffuz qilasiz. Keyingisi speyer yozilgan. Mana bu sp kelganda shp o'qiymiz. Buni hozir qo'shma undoshlar mavzusida ko'rib chiqamiz. Kelganligi uchun buni ay deb o'qiysiz, shuning uchun Speyer. Keyingi diftong bu u hamda a ni ustida mana bu nuqtachasi bor. Hamda u kelganda uni oy kabi talaffuz qilishimiz. Birinchi so'z bu yerda Europa deb yozilgan. Uni siz Europa deb o'qiysiz. Europa. Keyingisi Deutschland. Keyingi so'z Häuser. Va oxirgi diftong bu eng oson hisoblanadi. Au keladi. Uni au kabi talaffuz qilasiz. Auge, auto, house. Keyingisi mavzuyimiz bu qo'shma undoshlar hisoblanadi. Qo'shma undoshni bir nechta undosh harflarning birga qo'shilib bir tovushni berishi. Ya'niki o'zimizdagi ch harfi bu qattiq h yoki yumshoq h kabi talaffuz qilasiz. Birinchisi bu ich emas, ich. Keyingisi milch emas, milch. Keyingisi buch emas, buh kabi talaffuz qilasiz. Keyingisi bu ch. Kelsa uni sh kabi talaffuz qilamiz. Ana o'zingiz o'qib ko'ringchi. Nima tarjima? Biz o'tgan safar birinchi dars o'tganda h harfi ikkita ulin o'rtada keladigan bo'lsa o'qiymiz. Shunda nima uchun qanaqa o'qiladi? To'g'ri. Shuya. Keyingisi. Ko'ring. To'g'ri. Shula. Keyingisi bu sp. Kelsa uni shp o'qiymiz. Sport emas, sport. Keyingisi i hamda kelsa ikkita i o'qiysiz. Spielen. Keyingisi s hamda t undoshlar yonma-yon kelsa sh-t kabi talaffuz qilasiz. Shtat. Keyingisi t s ch undosh kelsa uni ch kabi talaffuz qilasiz. Bu Deutschland kabi o'qiladi. Xo'p, keyingi sizlar bilan ozgina mashq qilib ko'ramiz, kelinglar. Xo'p, hozir Word variantini ochib yuboray. Endi sizlar bilan bu so'zlarni o'qib ko'ramiz. Birinchi so'z may. Bu may bizning o'zimizga oy hisoblanadi. Keyingisi
o'qib ko'ramiz. Ikkinchi so'z ikisini olib o'qirdik. To'g'ri. Ay, tuxum. Keyingi so'z o'qib ko'ramiz. Ikkisini nima o'qimiz? Ay, to'g'rimi? Demak, wine. Bu vino degan. Keyingisi bayn, oyoq. Shtayn, tosh. Clyde, ko'ylak. Davom etamiz. Keyingisi new yozilgan. Ukasini nima deb o'qimiz? Oy. Neue, teuer, Leute, heute, Europa, Deutschland, Häuser, Mäuse, Bäume, Träume. Va keyingisini yana birga o'zingiz mana to'xtab turingda videoni bitta o'qib chiqing va mana orqamdan qanchalik to'g'ri o'qiganingizni o'zingiz bitta tekshirib oling. Auto, Haus, Baum, auch, blau, grau, laut. Mana bugun sizlar bilan ikkinchi dars o'tdik. Xudo xolasa uchinchi darsda ko'rishamiz. Demak, ikkinchi darsni yaxshilab o'zlashtiringlar. O'zlashtirib bo'lganinglardan keyin kitoblarni va kerakli bo'lgan darsliklarni Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Hammalarga yaxshi o'qishinglarni tilayman.